Bugun men ishlovchi pensionerlar uchun pensiyani qayta hisoblash masalasini juda aniq tushuntirib beraman. Bu mavzu juda muhim, chunki ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Lekin qo'shimcha ishlagan yillari pensiyasiga ta'sir qiladimi? Qachon qayta hisoblatish kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Nimalarga e'tibor berish kerakligini bilmaydi. Eng achinarlisi, ayrim odamlar yillar davomida ishlab yuradi. Lekin o'z vaqtida ariza bermagani uchun qo'shimcha pul olish imkoniyatini kechiktiradi. Shuning uchun bu video har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, buxgalterlarga, kadrlar bo'limida ishlaydiganlarga va umuman pensiya masalasiga yaqin bo'lgan hammaga kerak. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bu yerda oddiy gap emas. Amalda pulingizga ta'sir qiladigan masalani tushuntiryapman. Avvalo, ishlovchi pensioner degani kim tushuniladi? Bu pensiya tayinlangandan keyin ham mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan, oylik olayotgan yoki ayrim holatlarda fuqarolik huquqiy shartnoma bo'yicha daromad qilayotgan shaxsdir. Masalan, erkak kishi 60 yoshda yoshga doir pensiyaga chiqdi, lekin maktabda qorovul bo'lib ishlashda davom etdi. Yoki ayol kishi 55 yoshda pensiyaga chiqdi, lekin bog'chada tarbiyachi yordamchisi sifatida ishini davom ettiryapti. Yoki shifokor, o'qituvchi, muhandis, buxgalter pensiyaga chiqqan bo'lsa ham tajribasi kerak bo'lgani uchun korxonada ishlayapti. Mana shularning barchasi ishlovchi pensionerlar toifasiga kiradi. Ilgari odamlar orasida bitta tushuncha juda keng tarqalgan edi. Pensiyaga chiqqandan keyin ishlasam ham foydasi yo'q, baribir pensiyam oshmaydi degan gap. Bu gap hamma holatda to'g'ri emas. Chunki pensiya tizimida qo'shimcha ish staji, qo'shimcha daromad belgilangan tartibda qat'iy hisoblash degan tushunchalar bor. Ya'ni pensioner pensiya tayinlangandan keyin ham ishlasa, u ishlagan davr ayrim shartlar bajarilganda pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Oldin ishlovchi pensionerlar masalasida yana bir og'riqli holat bor edi. Pensiya to'liq to'lanmasligi, ayrim toifadagi ishlovchi pensionerlarga pensiyaning ma'lum qismi berilishi, ma'lum qismi ushlab qolinishi kabi tartiblar bo'lgan. Keyingi yillarda bu masalada muhim o'zgarishlar bo'ldi va ishlovchi pensionerlarga pensiyani to'lash bo'yicha yengilliklar kiritildi. Bugungi kunda asosiy e'tibor shunga qaratilgan: odam pensiya yoshiga yetgan bo'lsa, pensiyasi tayinlangan bo'lsa, u mehnat qilish huquqidan mahrum emas, u ishlasa ham pensiya olish huquqi saqlanadi. Lekin pensiyaning qayta hisoblanishi avtomatik ravishda har oy bo'lib ketadi deb o'ylash xato. Mana shu joyda ko'pchilik adashadi. Pensiya tayinlangandan keyin ishlagan davr pensiyaga qanday ta'sir qiladi? Eng oddiy tushuntirish shuki, pensiya hisobida ikki asosiy omil bor. Birinchisi ish staji, ikkinchisi ish haqi yoki daromad. Pensiya tayinlanganda sizning oldingi mehnat faoliyatingiz, ya'ni rasmiy ishlagan yillaringiz, ish haqi ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasi bazasidagi va arxivdagi hujjatlar asos qilib olinadi. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham yana ishlasangiz, bu yangi davr ham keyinchalik qayta hisoblashda inobatga olinishi mumkin. Lekin buning uchun rasmiylik bo'lishi kerak. Ish beruvchi sizni qonuniy ishga olgan bo'lishi, ish haqi hisoblangan bo'lishi, tegishli soliqlar va badallar bo'yicha ma'lumotlar tizimda aks etgan bo'lishi lozim. Endi asosiy savol: kimlar qayta hisoblash haqida o'ylashi kerak? Birinchi navbatda, pensiya tayinlangandan keyin kamida 1 yil yoki undan ko'proq vaqt rasmiy ishlagan pensionerlar. Masalan, siz pensiyaga 2022 yil iyul oyida chiqdingiz, lekin 2022 yil avgustdan 2024 yil avgustgacha ishni davom ettirdingiz. Demak, sizda pensiya tayinlangandan keyingi qo'shimcha ish davri bor. Bu davr bo'yicha pensiyani qayta hisoblash masalasini ko'tarish mantiqan to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi toifa, pensiyaga chiqayotganda ayrim hujjatlar to'liq bo'lmagan, keyin esa qo'shimcha ish stajini tasdiqlovchi hujjat topgan fuqarolar. Masalan, bir kishi 1945 yildan 1904 yilgacha bir zavodda ishlagan, lekin pensiya tayinlanayotganda arxiv ma'lumotnomasi topilmagan. Pensiya kamroq staj bilan tayinlangan, keyin u arxivdan ma'lumotnoma topdi. Bunday holatda ham pensiyani qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Bu aynan ishlovchi pensioner masalasidan biroz kengroq, lekin amalda ko'p uchraydi. Uchinchi toifa, pensiyaga chiqqanidan keyin yuqori oylik bilan ishlagan pensionerlar. Masalan, siz pensiyaga chiqishdan oldin oxirgi yillarda pastroq oylik olgansiz. Lekin pensiyadan keyin bir tashkilot sizni mutaxassis sifatida ishga oldi va oyligingiz ancha yuqori bo'ldi. Bunday holatda qayta hisoblash
natijasi sezilarli bo'lishi mumkin. Albatta pensiya formulasi oddiy o'yligim oshdi. Pensiyam ham shuncha oshadi degani emas. Lekin yuqori rasmiy daromad ayrim hollarda hisob-kitobga ijobiy ta'sir qiladi. 4-toifa o'zini o'zi band qilgan. Yakka tartibdagi tadbirkor yoki shunga o'xshash faoliyat bilan shug'ullangan pensionerlar. Bu yerda eng muhim masala sizning faoliyatingiz rasmiy ro'yxatdan o'tganmi? To'lovlar amalga oshirilganmi? Tizimda ma'lumot bormi? Agar odam men ishladim desa-yu, lekin hech qayerda rasmiy ko'rinmasa, bunday davrni pensiya hisobiga qo'shish juda qiyin bo'ladi. Pensiya organi og'zaki gapga qarab staj qo'shmaydi. Hujjat, elektron ma'lumot, arxiv yozuvi yoki qonunda tan olinadigan boshqa dalil bo'lishi kerak. Birinchi misol. Mahmud aka 6 yoshda pensiyaga chiqdi. Pensiyasi 1.800.000 so'm qilib tayinlandi. U pensiyaga chiqqandan keyin ham korxonada ustachilik qildi. Rasmiy mehnat shartnomasi bor. Har oy oylik oladi. 2 yil ishladi. Mahmud aka men ishlayapman-ku, pensiyam o'zi oshib boradi deb o'yladi. Lekin qayta hisoblash uchun ariza bermadi. Natijada qo'shimcha ishlagan davri hisobga olinmay turaverdi. Agar u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qo'shimcha ish stajini hisobga olishni so'rasa, pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda eng muhim xulosa, pensioner ishlayotganining o'zi yetarli emas. Qayta hisoblash tartibi bo'yicha murojaat qilish kerak bo'ladigan holatlar bor. Ikkinchi misol. Saodat opa 25 yoshida pensiyaga chiqdi. Pensiyaga chiqqandan keyin maktabda kutubxonachi bo'lib ishladi. Oyligi juda katta emas, lekin rasmiy. U 1 yil ishlagach qayta hisoblashga ariza berdi. Tekshiruvda ma'lum bo'ldiki, bu davr bo'yicha ish haqi ma'lumotlari tizimda bor. Natijada pensiyasi o'z miqdorida bo'lsa ham oshdi. Bu yerda odamlar ko'pincha o'zgina oshsa nima foyda deydi. Men esa doim aytaman, pensiya har oy to'lanadigan daromad. Bugun 1000 so'm oshsa, 1 yilda 600.000 so'm bo'ladi. Keyingi indeksatsiyalar ham shu yangi miqdorga nisbatan ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun kichik farq ham uzoq muddatda ahamiyatli. 3-misol. Rustam aka pensiyaga chiqqandan keyin xususiy klinikada shifokor bo'lib ishladi. U avval davlat muassasasida ishlagani uchun pensiyasi o'rtacha miqdorda tayinlangan edi. Xususiy klinikada esa rasmiy oyligi yuqoriroq bo'ldi. Bir necha yil ishlaganidan keyin qayta hisoblashga murojaat qildi. Agar hujjatlar to'g'ri bo'lsa, ish haqi va staj bo'yicha ma'lumotlar tasdiqlansa, pensiya miqdorida oldinga qaraganda yaxshiroq o'zgarish bo'lishi mumkin. Lekin bu har doim ham oyligim 2 million edi. Pensiyam 2 barobar oshadi degani emas. Pensiya hisobida qonuniy chegaralar, koeffitsiyentlar, hisobga olinadigan davrlar va tartiblar bor. 4-misol. Dilshod aka pensiyaga chiqqanidan keyin bozorda savdo qildi. Lekin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmadi. Soliq to'lovlari bo'yicha rasmiy ma'lumot yo'q. Mehnat shartnomasi yo'q. U 3 yil o'tib pensiya jamg'armasiga borib, men ishladim, pensiyamni oshirib beringlar desa, muammo kelib chiqadi. Chunki pensiya organ uchun asos hujjatdir. Agar rasmiy faoliyat bo'lmasa, bu dar pensiya stajiga qo'shilmasligi mumkin. Bu juda muhim ogohlantirish. Pensiya yoshida ishlashni davom ettirsangiz, albatta rasmiy ishlang. Bugungi kunda naqd pulga kelishib ishlash, ertaga pensiya hisobida sizga zarar bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensiyaga chiqqansiz, lekin ishlamayapsiz, demak ishlovchi pensioner sifatida qo'shimcha staj yig'ilmayapti. Sizga umumiy indeksatsiyalar, ya'ni pensiyalar oshirilishi bo'yicha davlat qarorlari ta'sir qiladi. Lekin aynan ishlagan davr bo'yicha qayta hisoblash masalasi sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Yoki siz ishlayapsiz, lekin allaqachon yaqinda qayta hisoblatgansiz va undan keyin yetarli davr to'planmagan bo'lsa, darhol yana katta o'zgarish kutmaslik kerak. Har bir murojaatning ma'nosi bo'lishi kerak. Yangi hujjat, yangi staj, yangi daromad yoki oldin hisobga olinmagan ma'lumot bo'lishi zarur. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, qayta hisoblash har doim ham katta o'sishga olib kelmaydi. Ba'zan pensioner 2 yil ishlaydi, ariza beradi. Lekin pensiyasi juda oz oshadi yoki ayrim holatlarda deyarli o'zgarmaydi. Nega? Chunki pensiya miqdoriga faqat staj emas, balki hisobga olinadigan ish haqi, belgilangan chegaralar, oldingi hisob-kitob, pensiya turi va boshqa omillar ta'sir qiladi. Agar sizning pensiyangiz allaqachon maksimalga yaqin hisoblangan bo'lsa, qo'shimcha davr katta natija bermasligi mumkin. Lekin baribir tekshirtirib ko'rish foydali. Chunki har bir holat individual. Ikkinchi nozik jihat pensiya turi muhim. Yoshga doir pensiya,
nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya bo'yicha tartiblar bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, yoshga do'yib pensiyaga chiqqan odam qo'shimcha ishlagan davrini hisoblatishi bir masala, nogironlik pensiyasi oladigan va ishlayotgan shaxsning holati boshqa masala bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, qo'shnim shunday qilibdi. Demak, menga ham shunday bo'ladi deb xulosa qilmang. Pensiya masalasida qo'shnining holati siznikidan farq qilishi mumkin. Uchinchi nozik jihat hujjatlardagi ism, familiya, sana va ish joyi nomidagi xatolar. Bu amalda juda ko'p uchraydi. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayeva deb yozilgan. Pasportda Abdullayeva bo'lishi mumkin. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 2 mart, boshqasida 20 mart deb ketgan. Yoki korxona nomi o'zgargan, arxivda eski nom bilan turibdi. Bunday xatolar pensiya qayta hisoblash jarayonini cho'zadi. Shuning uchun hujjat topshirishdan oldin ism sharifingiz, pasport ma'lumotingiz, JSSSH raqamingiz, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, buyruq raqamlari. Ishga kirgan va bo'shagan sanalarni tekshirib chiqing. 4-nozik jihat, ish beruvchi ma'lumotlarni to'g'ri topshirganmi? Siz rasmiy ishlayapman deb o'ylashingiz mumkin. Lekin ish beruvchi sizni yarim stavka qilib ko'rsatgan bo'lishi, oltinida to'liq rasmiylashtirmagan bo'lishi yoki umuman ma'lumotlarni vaqtida kiritmagan bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner oyiga 4 million so'm olayapman deb yuradi. Lekin rasmiy oyligi 1 million so'm qilib ko'rsatilgan. Qayta hisoblashda esa sizning qo'lingizga olgan naqd pulingiz emas, rasmiy ma'lumot ko'riladi. Shuning uchun ish beruvchidan hisob-kitob varaqasi, mehnat shartnomasi, ishga qabul qilish buyrug'i, oylik bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib turing. 5-nozik jihat ariza berilgan sana. Ko'pchilik men 2 yil oldin ham haqim bor edi. Endi borib hammasini orqaga qaytarib olaman deb o'ylaydi. Pensiya qonunchiligida to'lovlar va qayta hisoblashda ariza sanasi, huquq paydo bo'lgan sana, hujjatlar topshirilgan sana muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar siz o'z vaqtida murojaat qilmasangiz, ayrim to'lovlarni kechroq olishingiz yoki qayta hisoblash keyingi davrdan qo'llanishi mumkin. Shu sababli huquqingiz bor deb o'ylagan zahot kechiktirmang. 6-nozik jihat, norasmiy maslahatlar. Ba'zan odamlar bozorda, mahallada yoki ijtimoiy tarmoqlarda falon hujjat kerak emas ekan, ariza yozsang bo'ldi. Hamma pensionerga avtomatik o'chirib berishar ekan degan gaplarni eshitadi. Men bunday gaplarga ehtiyot qilishni maslahat beraman. Eng to'g'ri manba pensiya jamg'armasi bo'limi, rasmiy davlat xizmatlari, qonun hujjatlari va malakali mutaxassis maslahati. Chunki noto'g'ri maslahat sizni vaqt yo'qotishga olib keladi. 7-nozik jihat. Pensiya qayta hisoblanganda avvalgi miqdor kamayib ketadimi degan qo'rquv. Odamlar ko'pincha borib ariza bersam, tekshirib pensiyamni kamaytirib qo'yishmaydimi deb qo'rqadi. Umumiy yondashuv shuki, qayta hisoblash qonuniy asosda amalga oshiriladi va sizning hujjatlaringiz tekshiriladi. Agar avval xato hisoblangan noto'g'ri hujjat asosida ortiqcha to'lov bo'lgan holatlar aniqlansa, alohida masala tug'ilishi mumkin. Lekin oddiy. Halol ishlagan pensioner qo'shimcha stajini hisoblatishdan qo'rqmasligi kerak. Aksincha, hujjatlaringiz toza bo'lsa, murojaat qilish sizning huquqingiz. 8-nozik jihat, chet elda ishlagan davrlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin yoki undan oldin boshqa davlatda ishlagan bo'ladi. Bu davrlarni pensiya hisobiga qo'shish xalqaro shartnomalar, ikki tomonlama kelishuvlar va hujjatlarning tan olinishi bilan bog'liq. Masalan, Rossiyada yoki Qozog'istonda ishlagan davr bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Bu oddiy mehnat daftarchasidagi yozuv bilan hal bo'lib ketmasligi mumkin. Konsullik tasdig'i, arxiv ma'lumotnomasi, ish beruvchi hujjati, sug'urta to'lovlari bo'yicha ma'lumot talab qilinishi mumkin. Shuning uchun chet el davri bo'lsa, oldindan aniq maslahat oling. Endi eng kerakli qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, o'z oloatingizni aniqlang. Siz pensiya tayinlangandan keyin rasmiy ishladingizmi? Qancha muddat ishladingiz? Ish beruvchi bilan mehnat shartnomangiz bormi? Oyligingiz rasmiy ko'rsatilganmi? Sizning nomingizdan tegishli ma'lumotlar tizimga topshirilganmi? Agar bu savollarga ha deb javob bersangiz, qayta hisoblash masalasini ko'rib chiqishga arziydi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Odatda sizga shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi bo'lsa, uning nusxasi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish haqidagi buyruqlar nusxasi, ish haqi haqida ma'lumotnoma
mehnat shartnomasi STR yoki JSS shir bilan bog'liq ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda bo'lsa ham qo'lingizda hujjat bo'lishi foyda qiladi. Ayniqsa eski davrlar bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi juda muhim. 3-qadam. Ish beruvchidan rasmiy ma'lumot oling. Kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga murojaat qilib, pensiya qayta hisoblash uchun ishlagan davringiz va ish haqingiz bo'yicha ma'lumot kerakligini ayting. Agar tashkilot tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Ko'p odamlar aynan shu joyda to'xtab qoladi. Korxona yopilgan, direktor yo'q, buxgalter yo'q deb o'ylaydi. Lekin tugatilgan tashkilotlarning hujjatlari ko'pincha arxivda bo'ladi. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Siz yashash joyingiz bo'yicha yoki belgilangan tartibda tegishli bo'limga borib, pensiyani qayta hisoblash haqida ariza yozishingiz mumkin. Arizada juda murakkab gaplar shart emas. Mazmuni aniq bo'lsin. Pensiya tayinlangandan keyin ishlagan davrimni va ish haqi ma'lumotlarimni inobatga olib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Agar oldin hisobga olinmagan ish staji bo'lsa, oldin pensiya hisobiga kiritilmagan falon davrdagi ish stajimni hisobga olishingizni so'rayman deb yoziladi. 5-qadam. Ariza topshirganingizni tasdiqlovchi hujjatni oling. Bu juda muhim. Og'zaki murojaat bilan cheklanib qolmang. Arizangiz qabul qilingan sana ro'yxat raqami yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Chunki keyin men kelgandim, aytgandim degan gapni isbotlash qiyin. Har bir murojaat rasmiy bo'lsin. 6-qadam. Natijani kuting va javobni tekshiring. Pensiya organi hujjatlarni ko'rib chiqadi, ma'lumotlarni solishtiradi. Zarur bo'lsa qo'shimcha hujjat so'raydi. Sizga og'zaki emas, imkon qadar yozma yoki rasmiy javob kerak. Agar pensiya oshirilsa, qaysi sanadan, qanday miqdorda oshirilgani tushunarli bo'lsin. Agar rad etilsa, rad etish sababi aniq yozilishi kerak. Bo'lmaydi degan umumiy javob yetarli emas. Nega bo'lmaydi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi davr tan olinmadi? Mana shularni bilish kerak. 7-qadam. Rad javobi bo'lsa, uni tahlil qiling. Ba'zan rad javobi to'g'ri bo'ladi, chunki haqiqatan ham hujjat yetishmaydi. Ba'zan esa qo'shimcha hujjat topshirilsa, masala ijobiy hal bo'lishi mumkin. Masalan, arxiv ma'lumotnomasida lavozim bor, lekin ish haqi ko'rsatilmagan yoki ishga kirgan sana bor, bo'shagan sana yo'q. Bunday holatda qo'shimcha ma'lumot so'rash kerak. Agar siz pensiya jamg'armasi qaroridan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga yoki belgilangan tartibda sudga murojaat qilish huquqingiz bor. 8-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar hujjat yig'ish, elektron navbat olish, ariza yozish, arxivga so'rov berish kabi ishlarda qiynaladi. Agar sizning ota-onangiz pensiyada bo'lsa va hali ham ishlayotgan bo'lsa, ulardan so'rang, pensiyangiz qayta hisoblanganmi? Pensiyaga chiqqaningizdan keyin rasmiy ishlagan davrlaringiz hisobga olinganmi? Bu oddiy savol oilaga qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. 9-qadam. Har yil hujjatlaringizni tartibga soling. Pensiya masalasini faqat pensiyaga chiqish kuni eslash kerak emas. Ishlayotgan pensioner sifatida har yili ish beruvchidan mehnat faoliyatingiz va ish haqingiz bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib boring. Elektron mehnat daftarchasida yozuvlar to'g'rimi? Lavozim to'g'rimi? Oylik rasmiy ko'rsatilganmi? Bularning hammasi muhim. 10-qadam. Norasmiy ishga rozi bo'lmang. Men buni alohida urg'u bilan aytaman. Pensioner odam ko'pincha menga baribir pensiya bor, rasmiylashtirmasa ham bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin rasmiy ishlamasangiz, qo'shimcha staj yo'q, rasmiy daromad yo'q, kelajakdagi qayta hisoblash uchun asos yo'q. Ish beruvchi bugun sizga biroz ko'proq naqd pul berishi mumkin, lekin ertaga pensiya hisobida siz yutqazishingiz mumkin. Demak, ishlovchi pensionerlar uchun pensiyani qayta hisoblash bu shunchaki qog'ozbozlik emas, balki real pul masalasi. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz, qo'shimcha staj va daromadlaringiz pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin buning uchun hujjatlar tartibli bo'lishi, ish rasmiy bo'lishi, ariza o'z vaqtida berilishi va javob nazorat qilinishi kerak. Eng asosiy 3 ta qoida shunday: rasmiy ishlang, hujjatlarni saqlang. Pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Shunda siz o'z huquqingizni aniq talab qila olasiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsa, izohlarda yozing, qayta hisoblatganmisiz? Natija qanday bo'lgan? Qanday muammoga duch kelgansiz? Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing
kanalga obuna bo'ling va bu videoni ishlayotgan pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki ba'zan odam o'ziga tegishli pulni faqat bilmagani uchun olmayveradi.